Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining maktabdan tashqari ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq maktab maslahatchisi lavozimini joriy etish hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga ko'ra Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi Barkamol avlod Respublika bolalar maktabi negizida Respublika kelajak markazi tashkil etish belgilangan. Ayni kunlarda viloyatimizda har ikki yo'nalishda nomzodlarni saralash bo'yicha suhbat jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Hozir shu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kelajak markazlari faoliyatini tartibga solishga qaratilgan ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga ko'ra, tuman shahar markazlaridagi kelajak markazi direktori va maktab maslahatchisi lavozimi uchun nomzodlar ikki bosqichdan iborat sinovdan o'tishlari belgilangan. Viloyatimizda ham 355 ta maktabga 1240 nafar nomzod maktab maslahatchilari uchun ariza bilan murojaat qilib, test sinovlarida ishtirok etdi. Unda da'vogarlar 30 ta savolga javob berdilar. Savollar mantiqiy fikrlash, chet tili va axborot texnologiyalariga oid yo'nalishlarni qamrab oldi. Davlatobod tumanidagi Prezident maktabida mazkur jarayonning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Unda test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan nomzodlar og'zaki imtihondan o'tdilar. Viloyat kelajak markazi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan suhbatda ishtirokchilar kasbiy faoliyatga doir savollarga atroflicha javob berdilar. Viloyatimizda 718 ta maktabning 355 tasiga maktab maslahatchilari lavozimiga bo'sh ish o'rinlari vakansiya e'lon qilingan. Ushbu bo'sh ish o'rinlariga 1240 nafar nomzodlar ariza bilan murojaat qilishgan. 1240 nafar nomzodni biz shu yil 16-17 yanvar kunlari test jarayonlaridan o'tkazdik. Ushbu test jarayonlarida 715 nafari nomzod ikkinchi bosqichga o'tib, ya'ni suhbat jarayonlariga jalb qilindi. Hozirgi kunda suhbat jarayonlarida 500 dan oshiq nomzodlar bilan suhbatlashdik. Jarayonlarda asosan maktablarda shu muammoli vaziyatlar, o'quvchi va ota-onalar o'rtasida muammoli vaziyat bo'lganda maktab maslahatchisining roli va maktab maslahatchisining dunyoqarashlari haqida hamda kelajak markazi maktab maslahatchilarining maqsad vazifalari haqida nomzodlarning fikrlarini, o'zlarini kelajakda nima ishlar qilishni, istiqbolli rejalari haqida va mulohazalarni eshitilyapti. Ijtimoiy faolligi haqida ko'nikmalarini sinovdan o'tkazyapmiz. Bugun Respublika ishchi guruhi ishtirokida suhbat jarayonlari davom etmoqda. Ma'lumot uchun maktablarda joriy etiladigan maslahatchilar o'quvchilarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, media va raqamli savodxonligini shakllantirishga yaqindan ko'maklashadi. Shuningdek, umumta'lim markazlarida kelajak markazlarning tarmoq to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Maktab maslahatchisining oylik maoshi direktor o'rinbosari lavozimiga tenglashtiriladi. Menejerlik sertifikatiga ega mutaxassislar esa har oylik maoshning 30% miqdorida ustama belgilangan. Kelajak markazlarining esa asosiy vazifasi o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratish va iste'dodini ochishga yordam berishdan iborat. Xususan muhandislik, ilm-fan, san'at, madaniyat, sport, ekologiya va kitobxonlik kabi yo'nalishlarda to'garaklar tashkil qiladi. Shuningdek, har bir o'quvchi uchun raqamli platforma yaratiladi. Bir so'z bilan aytganda, hududlardagi markazlar yoshlar iste'dodini rivojlantirib, kasb tanlashga yordam beradi.